Siz müştamay süremsiz, çekitlep avval urib olgandan keyin bulutni qalayimqa yuzingizning hamma yeriga ursiz. Yoki meni o'xshash chanliqib turib bersiz. Mayni berib popli sanfin bersizda uydan chiqmay turib miyangiz mahalatga gap bo'ldi. Yoki mayni bergan vaqtingiz shunday yaxshi singan, sirib chiqib birdan lekin qarasangiz to'lgan bo'ldi, ko'lsiz urib ketdi. Bo'ldi terikman. Bugun mavsum ignosasiz deyjanimiz ham uzun suzuk pakiz chiqdi. Birinchi bo'lib diqqat qilganimiz yuzimiz cho'qqin pakiz bo'lishi kerak. İkinci bo'lib diqqat qilganimiz yuzimizning ostiga bakchiq narsalarni suratmasligimiz kerak. Odatda suvning tepsidan tetishdan surib, anikin may surib. Uchinchisi bo'lsa may tanlash, cho'qin finjasi inchik bo'lgan, ya'ni mushtoq o'xshash yaxshi yildan may tanlaymiz. To'rtinchisi bo'lsa mayni yoygan holatda berimizda hamda bir tarafimizni yaxshi sindirib bo'lgan keyin bir taraf urib sindiramiz. Beshinchisi bo'lsa bizning shou farimizda mana o'xshash bak yeni ko'rib qo'ysangiz miyangiz yaxshi yetilmay qoldi. Shuningga biz azroq kuchimiz bilan ya'ni urg'a vaqti paq qilib ovoz chiqarib turib mahalatda uramiz. Endi eng diqqat qilgan bir nuqtaga keldik. Burunning og'ziga mayni yetish uchun mana o'xshash og'zimizga yeb bulut bilan sindirgan vaqtimizda birdan keyin qarasam mana o'xshash burun atrofimizdagi may o'rlab ketadi. To'g'ri suv bo'lsa burun atrofiga may bergan vaqtimizda mushuna o'xshash perqirtib cho'g'irtib mo'kuni ichiga kirgizib bulutimiz bilan yenik urvatsak bo'ldi, kashkicha burun atrofimiz o'rlab qolmaydi. Xirqi muhim nuqta bo'lsa, yuz mayni berib 1 minutdan keyin andin ding-jong qilib olganda surgan mayimiz bulutga chiqib ketmaydi. Kirimiz mana o'xshash suzlik chiqadi ham pakiza. Kirimiz kashki chiqarsangiz mushuna o'xshash shunda payzi holatda saqlab turib berdi. Yuz may samaydigan do'stingiz aytdi, qilib ko'ring, tezroq qo'yishni unutmanglar. Xo'sh, undizlar nazokat 226 tajmi.